Homiladorlik vaqtida qin yo'llardan jigariy ajralma kelishni boshlasa, ko'pchilik "Voy, homila tushishimikan?" deb qo'rqib ketishadi. Aslida shundaymi? Gematoma bu homila tuxumining bachadon devoridan biroz ko'chishi natijasida u yerda qon to'planishidir. Oddiy aytganda bu ichki ko'karish. Agar ajralmalar jigariy bo'lsa, bu gematoma so'rilib, eskirgan qon tashqariga chiqib ketayotganini bildiradi. Ya'ni organizm tozalanmoqda. Yechimi oddiy. Eng birinchi navbatda jismoniy va emotsional tinchlik. Shifokor nazorati ostida qon to'xtatuvchi va bachadon tonusini pasaytiruvchi, kerak bo'lsa esa qon suyultiruvchi terapiya qilinadi. Unutmang, 90% holatlarda gematoma homilaga zarar yetkazmasdan so'rilib ketadi. Sizda yoki yaqin tanishlaringizda ham shunday holat bo'lganmi? Agar bo'lgan bo'lsa, tajribangizni yozib qoldiring va bu videoni saqlab qolib, yaqin homilador dugonangizga yuborib qo'ying.